Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda 2020-yillik atyoz fasllik o'qish mavsumini boshlash kechiktirildi. Muhojiratlik Uyg'urlar Myunxenda vatan qurbonlarini xotirladi. Fransiyada islom dushmanligi barqansir avj olmoqda. Tramp atalmış O'rta Sharq planini e'lon qildi. Tövəndə ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. 27 yanvar günü atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Maarif Nazarati ciddi uqtirish e'lon qilib, Xitoy Davlat ishlar kabinetining o'rlashtirmasi va Abnum rayonining eg'ir zo'r tasoddibiy ommaviy sahih hodisi birinchi darajalik loyiha xizmati bo'yicha rayon tavasidagi har darajalik barliq maktab va yaslilarning 2020-yil atiyozda o'qish boshlash vaqtini qaralsiz kechiktirgan. Xinhua agentligining to'r betida 27 yanvar kuni tarqatilgan uqtirishda o'qish boshlash vaqtining qaytadan uqtirish qilinganligi, maktab boshlash vaqti aniq bo'lmaguncha o'quvchilarning maktabga qaytib kelmasligi, ta'til mezgilida yurtga qaytgan o'quvchilarni bu mezgilda amal bor odam ko'p yig'ilgan so'rinlarga bormaslik, uyda o'rganish qilish va shu yerlik doiralarning yuqumli virusni tizginlash xizmatlariga aktiv moslashishni talab qilgan. Azal diqqat! Sirq chiqmaymiz. Mehmon qabul qilmaymiz. Jiratdan kelgan mehmonlik qolsa, rad qilamiz. Uyning tozalarini qilib, uyda o'tiramiz. Agarda kasallik ahvoli bayqalsa, darhol tez ko'pchilik aloqalashamiz. 25 yanvar günü Germaniyada yashaydigan va boshqa bir qism mamlakatlardan kelgan Uyg'urlar Myunxenga jam bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Ayso apandining dadisi marhum Ayso Mamat ve Amerikada yashab 24 yanvar vafot bo'lgan 1944 ve 1946 yilları Sharq Turkiston inqilobi qatnashgan marhum Adhamjon Zokirxon qatorliqlar ve Sharq Turkistonda hayotidan ayrilgan barliq shehidlarning ruhiga atab Qur'on tilovat ve nazir faoliyat o'tkazildi. Faoliyatga Amerika, Kanada, Belgiya, Gollandiya ve Germaniyaning har qaysi yerlaridan kelgan 200 ga yaqin kishi qatnashdi. Faoliyat Qur'on tilovati bilan boshlandi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining qo'rg'uvchisi ham sobiq raisi, Uyg'ur siyosatchilaridan Erkin Olibtekin apandi tunji bo'lib nutq so'zlab, o'zining qayg'usi va marhumlarning oila tavobatlariga bo'lgan tasallisini ifodaladi. Uningdan keyin so'z qilgan Ilhom To'xti guruhining raisi Anvarjon apandimi ko'ngil so'zlarini izhor qildi. Amerikadan kelib bu so'ringa daxil bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi Abdulhakim Idris so'z qilib, 24 yanvar Amerikada qazo qilgan 1944 yildagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining jangchisi bo'lgan marhum Adhamjon aka to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tdi va Dolqin Aysoning dadisi Ayso Mamatning o'limi haqidagi qarashlarini bayon qildi. Har qaysi davlatlardan Uyg'ur jamoatiga vakil bo'lib kelgan tashkilot rahbarlarining bayonlaridan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandi so'z elib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda elib berayotgan qirg'inchilik siyosatlarini ayblab, Xitoyning muhojiratga Uyg'urlarning oila tavobatlariga qasd qilib, musibatlarni ko'paytirish orqali o'zlarining irodalarini so'ndirish, milliy da'vodan voz kechish maqsadiga yetmaydiganligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farhod Muhammadi apandi bu vaqtda to'xtalganda, uning yolg'iz marhum Ayso Mamat va Adhamjon akalarga emas, balki Sharq Turkistonda qazo qilgan barliq shehidlarning ruhiga atalgan bir nazir faoliyati bo'lganligini eskartdi. Fransiya Islom Kengashi qarashliq Fransiya Islom dushmanligini kuzatish ishlari boshqarmasining mas'uli Abdullah Zakrining bu vaqtda e'lon qilgan yozma bayonotida eskartishicha, Fransiyada 2019-yili islom dushmanligi oldingi yilning o'xshash mezgiliga solishtirganda 54% oshib ketgan. Davlatda islom va musulmonlarga qarshi hujumlar Bopmo, Roknes, Alpes, Haka va Parijning o'z ichiga olgan rayonlarda yuz bergan. O'ltir musulmonlarga qarshi yuz bergan hujumlarning soni 154 ga yetgan. 2018-yili musulmonlarga qarshi elib berilgan hujumlarning soni 100 atrofida bo'lib, islom bilan terrorizmning hech qanday munosabati bo'lmagan. Jumladan Fransiyada yashayotgan musulmonlar boshqa diniy e'tiqod qiluvchilarga o'xshashla tinch omon yashash huquqi bor bo'lgan. Egilinishcha, Fransiyada ko'pincha Shimoliy Afrikalik taxminan 5 million musulmon yashaydi ekan. Fransiya Yevropa bo'yicha eng ko'p musulmonlar yashaydigan davlatlar orasida oldingi qatorda turdi ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump atalmış O'rta Sharq planini e'lon qildi. 28 yanvar kuni Donald Trump Oqsaroyda Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu bilan birlikda o'tkazgan qo'shma axborot e'lon qilish yig'inida O'rta Sharq planini e'lon qilganda bergan bayonotida Quddusning Isroiliyaning mangulik poytaxti sifatida qoladiganligini va bu planning falastinliklar uchun oxirgi fursat ekanligini, jumladan bu planning ham isroilliklar ham falastinliklar uchun nihoyat qimmatli moddalarni o'z ichiga oladiganligini ta'kidlab, 80 betlik mazkur planning Falastinga poytaxt Quddusning sharq qismida mustaqil bir davlat qurish huquqi berilishini o'z ichiga oladiganligini, falastinlik hozirgidan 2 hassa ortiq zaminga ega bo'ladiganligini, plan doirasida Isroiliya kelgusida qurilg'usi Falastin davlatining shart-sharoitlari haqida suhbat o'tkazishga tayyor ekanligini,
Buningdan maqsadining ham Isroiliya ham Falastin davlatlarining milliy davlat sifatida e'tirof qilinishi ekanligini bildirgan. Atalmış O'rta Sharq planiga asosan Falastinga mustaqil bir davlat bo'la olish uchun shartlarni o'rnash maqsadida 4 yillik muhlat berdiganliklarini qayd qilgan Trump, bu doirada Falastin o'z iqtisodini jonlantiradiganliklarini, 50 milliard dollarlik iqtisodiy planni ishga oshirishni nishon qilayotganliklarini eskartish bilan Masjid Aqsoning salohiyatining o'zgarmaydiganligini, Isroiliyaning bu rayonning bexatarligini qo'g'dash va musulmonlarning Masjid Aqsoda toat ibodat qilishini davomlashtirishiga kafolat qiladiganliklarini, Iordaniyaning bu haqda hozirgacha o'z alohidaligini joriy qildirib kelayotganligini, buningdan keyin shunday qiladiganligini hamda Isroiliya bilan davomli hamkorlik o'rnatadiganligini ta'kidlagan. Isroiliyaning ishg'oliyati ostidagi zamonlar qonunliq chek-chegaralar sifatida qabul qilingan xaritada Isroiliyaning ishg'oliyati ostidagi 15 o'ltiraq rayon Isroiliyaning territoriyasi, Quddus Isroiliyaning poytaxti qilib ko'rsatilgan. Kelgusidagi Falastin davlati iborasi ishlatilgan xaritada Falastin davlatining poytaxti Quddusning sharqidagi bir rayon qilib belgilangan. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu bo'lsa, Trumpning atalmış O'rta Sharq planining tafsiloti haqida ma'lumot berib, mazkur plan Isroiliyaga nisbatan nihoyat zo'r va tarixiy muvaffaqiyat ekanligi, Amerika bu plan doirasida Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Yahudilar o'ltiraq rayonlarini Isroiliyaning zimini sifatida e'tirof qiladiganligini, o'zining bu planga asosan Iordaniya vodisidagi igidorchilik huquqini izchil davomlashtiradiganligini, plan doirasida taxminan 6 million falastinlikning o'z yurtiga qaytish huquqi bo'lmaydiganligini hamda tinchlik o'rnatishga muhim rol o'ynaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Görüşkicha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.